siz operatsiyalar o'tkazdingiz, ana o'shani hisobiga antibiotiklar oldingiz va qinni ichida mikrofloralar o'zgarib ketdi, griboklar, zamburug'lar ko'payib ketdi. O'shani hisobiga kuchli qichishish bezovta qilyapti sizni. Unga hozir men hamma svechalaringizni yozib beraman, shuni boshlab turasiz. Mazokingizni javobi chiqqunicha, chunki bu holatingiz siydik yo'lida ham o'zgarishga olib keladi. Shuning uchun bittada boshlaymiz. Bachadon bo'ynidan papmazok olib qoldik. Qachonlardir eroziya holatini bergan ekan, lekin eroziya yo'q. Endi servitsit. Eroziya oldi holat ozgina nomiga qizarish bor. Endi o'sha paytlar ektopiya yoki ektopiya holatlari bo'lsa, masalan, tug'ruq bo'ldi, bachadon bo'ynining ichki qismi tashqariga chiqib qoldi. Mana shunaqa holatlar bo'lsa ham kuydirilgan, chunki u paytda bunaqa papmazok, sitologiya tekshiruvlar bo'lmagan. Hozir mana bugungi kunda o'sha displaziya holati bo'lsa yoki VPChni onkogenni shtamm chiqsa, ana unda kesib olib kuydiriladi standartlar bo'yicha. U paytda endi unaqa bo'lmagan. Ozgina qizarish bo'lsa ham rak oldi holat deb olib tashlavergan. Shuning uchun sizga направление yozib berishgan. Hozir gistologiya oladigan holat